nimalarga ağlaydı yey. Yaş gözümüzden aka ayıramsın, nimalarga ağlaydı yey. Bazılara bulaşkın, mansınlardan sataşkın, mansınlardan sataşkın. Vayılar şehir olmaz şununla ağlaydı yey. Yazın bağlı yürüdüm, kendime yeskili yaptım. Senin bilenleri kırdım, tutmuş çaylar Kıbrı'yı yürüyü sebepsiz ayrılır. Suyuldu böyle şişen bir çatçılıkın dinle biraz. Saklayalım seni bozu yürüler. Yolda oldu mabruk güller. Mutlanlısın biz dikirler. Dostum bir zamanayız gelgin. Rahmet sana bin oldu mühden. Durursam yolda bir göz belgin. Karanğu dilli yo'ritquchi muallim, mehnat qilmas jafokash muallim, insonlarning ulug'isiz muallim. Ruxsat so'rasam bitta ruxsat beramsiz? Masalan, qon qattiqish, diabet, yuqori qon besim, ishqilib hamma kasallar bor ma'lum. O kasalni eshitib xijil olma. Şununla bana biretlik ruhsat bergen bolsunuz. Uyemdekiler şişman benden kapılıp davalatmak istiyor. Şöyle bir maşına geçiyor beni. Madan ülkese sakın gelmem malım. Saksalamet kaçıp kilemeye kalsam. Elvida. Coğrafya dersi şişman benlerden başka insanı kalmaktı mı? Çıkar hanımdan. Başlan. Bası berip, şerkürüp, çolpan bop, özü tünüktürüp kendimdi. Ben mışık hepsinimde, mektep hayatı senet gittik katışan iki, hep olmadım. Ben radyonun mitlep kaldım o falan. Mandak yaptık, yok kapacaktık bu malımdan. O şey kıyayım. He balam he. Anladın mı? Hem dağıdır, hem de sözlerim balam. Aldırdım ama da aldırdım ama da dersin şu komburuk çalınmayı gör. Heminin aldırdım ama demez mi bu bana? Aleykümselam. Nasıl nadir? Rahmet, bir ekizlik kadem basıp kalkmış aziz insanlarımız rahmet. Ancak bu nirane hem, şimdi yüksekliğimiz, yükseklik, ilk bu, sorun, aksiyonlaşlar, bu neyse sanat yüksekleri. Köyündeki iki esnafımızı bu sözü veremsiz. Bugün geçtik, bana təsir qanlıqda köpçüm, bayağı ayacanlıq ilgili köydüm. Hep ben çalaq çaptı giderken, şunlar bir bək hoş oldu. Əmdə bugün keçilikninki yaxınlıqları bəkçikən, məylər yazıcılıkninki orunlaşdırılış olsun, məylər numaralarınki sütki olsun, bunun çıkarmayan ideya olsun, həmiz bək sağlam, bək təsir qıldı. Olub mu aylıqı, umum səhinin qurulması yandığı hər bir numaranın orunlaşdırılışı, həmən də moyunu mışqıdan keçilik çıkarmağa yaşlanmırdı, cuşqun halı değil mi? Ağabey təsir qıldı. İşte oğlum işimiz bək ayacanlı, çabak bəkçik, oturma qızırıb gətirəsin insan. Hayda bağırıb, coşa. Çünki bunlarımız okulucu olanın keyin, bunlarda coşkunluq bizi de təsirləndirdik. Onun başqa bunlarda okulucu sənət verənlər, sənət cəməsidir. Bunlar çıxanarqan sənət royi, yağımsa bunun ihbarlıqan sənətlik nəhayət ədəmçilik olur. Kulaklık Monika nasılmış kızı bir köyden bir hadisi yargılanıyor. Sizden ortak çıkandı. Ben keçen köygəndəkin intayın hayacanlandım. Birinci kısmını köygen, birinci kısmı intayın yaxşı bolğan, ikinci kısmı naydı. Bek menimce Munira, bek isil boldu dep oylayman. Biz muş üçümüzniki qoludan qızdırıp ketdi endi. Qadaq qolaydı iş qilib, qadaq qılışqas qıldı. Biz qadaq qılışqas qıldı Munira degende. Naydı isil boldu. Munira'nın tuncu qıtım içinde keçilikə kelib tamaşa çıxmış içinde endi. Şundan biz intayın hayacanlandık. Zerikip qalamı degan bir hissiyat var deb bundaq deyishimki sebep bu keçilik Ali Mektebininki o'quvchilarının her bir institutlarınınki yig'ilgan bir müziksanlangan bir keçilik bo'lgandan keyin bu keçilikdagi har xil numurlar bizni cho'qim yaxshi ta'sir beradi deb o'ylagan. Lekin bizniki shu nadir qanday qaraydiki, bugun ishimiz akagan, shundaqmi? Agarsak tushunchalik yaxshi hissiyatlar naydi, yaxshi eng isil bir tomoshabin bo'ldik. Men intayin xushal bo'ldim, ham shundaqla shu keçilikdan intayin rozi bo'ldik. Bek isil bo'ldi, numurlar bek nadir. Onun ustiga men bir naqshchi bo'lish suhbatim bilan shu naqshlarninki etish uslubimi, anadagi nurg'un yeniliklar bor. Etotlardan bek yeniliklar bor. Etotlar bizga bek yaraydi. Shu naqshchilar
pek yaradı işte. Aslında hakikaten bunların duruş kıyafetleri, sahne kıyafetleri bunlar pek yaradı. Ona kızlarda bir şu bugün keçilikке turuncu kadar bir tamaş bulup katlaşıpsız. Köygenki yaktırdınız mı? Evet, yaktırdım. Bizler şu toplaydıran kaydının azından coşkun keyfiyatından bu numurlar onun eşitlik hoşladı. Hem de bunun içerikli numurlar annesi bizge şundaydı ki qaysi yaxshi tarbiya bo'ldi. Şu an ben shunday qilmoqdaman. Yo'q. Kimlar olsa Yaxshidan qatnashmaydi, baxtlimi? Unda o'z fursat bo'lsa chuqur qatnashaman. Uylarda unda fursatda qayda kimlar ekran olib kelib, ko'raman do'stlar o'zingiz salom yetkazasiz. Assalomu alaykum Chimilaq to'g'ri ekansiz. Tamashqa do'stlarim, Niraqburni hammalar o'tsalar. Chimilaq to'g'ri har vaqt sizni tanishingiz bo'lsin. Unda bo'lsa shu bu ketimliq maktab hayotini, bu ketimliq sanaga o'zingizni eng ustiga kirganlikni murojaat qilgansiz. Shunday sahnaga chiqishingizda barliq mashg'ulotlarni olib sadolarini yaratib, kayfiyatni yuqori ko'taradi. Shaxsiyatingizni boshqarib berasiz. Ben bu kokpitte alimizde koşullarda dokuyor bu yapımızın kokpitte saklandığım çünkü alimizde aşağıdakilerin gidiler matraklar kiralar geldi. Bu mekan hayatlık bunun sanatçılık bu alimizde transferler ve çalışması koşulları. Bu şan yeni sonuçta kanalda olduğu zaman bizlerle ilgili nasıl mantıklamaya Çimlak ekranı gibi konuşmalar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ben keçilik yapıcılar birlikte riyaseti kıldılar. Nasıl ki bulmasam şunçilik memnun olup kettim. Ondan sonra müşkillik riyaseti kıldılar, şunçilik yapıcılar. Ondan sonra riyaseti kıldılar, çünkü bazı bir keyfiyatlar bilen birlikte. Assalamualaikum Chimilaq to'g'rini ko'rayotgan to'rdosh do'stlar yaxshimisizlar? Men Reynat bugun maktab hayot san'at kechiliginiki 2 sonini riyosatchilikni tamomladim. Hozir kayfiyatim shunchalik bir xushal bo'lyapman. Chunki mushundaq yaxshi bir ishga meniki hamroyim bo'lganligi uchun men xush bo'ldim. Bular bilan sakinlik yaxshi o'rtoqlashdim. Zumrat meniki hisobdan ustozim. Birga cho'ng bo'lgan meniki o'zimning hadisi riyosatchilikdagi meniki yaxshi bir ustozim. So'z men bir yaxshi og'inam. Bugun mushlar bilan birga riyosatchilik qilish orqali o'zimdagi ortiqchiliklarni joriy qildirib, o'zimning kamchiliklarimni bo'z to'liqlash fursatiga ega bo'lganligimdan baxt xush bo'ldim. Zumrat siz keldi. Rahmat. Assalomu alaykum ekrandagi qadrli to'rdosh do'stlar. Yaxshi tabaqlarni Rinatbek oshiribdingiz hamda ustozim bilan yangi endi bu sayga peshqadam ustozlarimizdek gerçi yaxshi qilamagan bo'lsak, lekin bugun o'z kuchimizga tayinib ko'p tirishdik deb o'ylayman. Tomoshabinlarningki ko'rmalarniki huzuriga yoqamli yoqmamli buni bilmaymiz endi. Aqalbog'i shu tomoshabinlar. Bugun mayda ahmiyatli bir kun o'tkazdik maktab hayotida Ekmanishlar Universitet san'at kechlik orqali Nurg'uzgan yo'ldoshlar bilan tanishdik. Nurg'ulgan yangi san'atkorlar bilan tanishdik, do'st bo'ldik. Bu biz uchun eng yaxshi usul bo'lishi shunday. Bundan keyin yana mushaq saytlarning davomli bo'lib turishini, yana mushaq yo'ldoshlarning davomli bilan uchrashib turishini bilaman. Assalomu alaykum Chimilaq to'g'ridagi to'rdosh do'stlar. Men bu qatimliq maktab hayoti universitet san'at kechiligini riyosatchilik vazifasini ustimga oldim. Ishonamanki bu san kechilikda sizlar o'ylamagan xushalliklarga erisha oldinglar. Esinglarda bo'lsinki, maktab hayoti biz studentlarning talantimizni namoyon qiladigan bir sahna. Biz bu fursatdan foydalanib Chimilaq ekran oldidagi barliq to'rdosh do'stlarga o'zlaringlarning salomini yo'llab berasizlar. Chimilaq to'g'rini bundagi taraqqiyotga teximiz zo'r. Quloqlaymiz. Unda biz oxirida Chimilaq to'g'ri vokaldan uchinglarning buningdan keyin shunday sahnalar, o'xshash yarqin sahnalarga chaqirgan yulduz bo'lsalar kerak. Rahmat. Alaykum. Va alaykumsalom. Unda biz avval uchinglar o'zlaringlarni bir tanishtirib etamizlar. Bo'ldi. Men Xinjiang san'at instituti teatr fakultetining aktyorlik kasbining o'quvchisi Shahzodali bo'laman. Men o'xshash 2010-yillik aktyorlik sinfi o'quvchisi Abdurahim. Men Xinjiang san'at instituti 2010-yillik aktyorlik sinfi Unda xostam shu bugungi kechilikka o'zinglarning bir itotini apkapsizlar, itotni ko'rgankin hammamiz shunday chavoq chaldik. Faqatdan shu olqish salolasizlar, texim zo'r madad berdi deyman. Albatta.
Ona biz bu keçilikdeki oyunğa itotunlar özlerinin icari etdiniz. Şundaq, bu qatam oynagan bu itotimizni bizning savolchimiz Paracha Ahmad o'zi bir qo'lliq yozgan bo'lib, bu asarni yozg'ili 3 oydan ko'p vaqt bo'ldi. Bu asarni dastlabki yozgan vaqtda hozirgi o'ynaganimizdan sal oddiy. Buni to'xtamay pishirlash jarayonida bu asar hozirgidek mukammal bir holatga keldi. Albatta bu jarayonda Paracha Ahmadni, Abdulimjon akamni, nurg'un yordamlar qildi. Endi men bu kasbda yangi qadam bosgan bo'lgan ekan, nurg'un yetasizliklar bayqaldi. Mushaning yordamida men bugünkidek bir yaxshi personaj obrazini o'zimcha yaxshiroq qilib yaratdim deb o'ylayman. Bu jarayonda ham Avvabekir akamga rahmatimni aytaman. Mush asarni pishirlab, mushunchalik bir saviyaga aklashga o'zining bir kichik kasbini qo'shdi. Ham bizni yaxshi yetaklab, mush bir sahnaga mushunchalik bir saviyada chiqishga bu qatam bu ikki yeni saboqdoshlarim bilan, kasbdoshlarim bilan birga sahnaga chiqdim. Chunki bular asli Parachanniki ijodiyati bilan mana shu rolga mos keldi deb shuni tanlab keldim. Shuning bilan najohni repetitsiya qilib, kasbdosh akamiz yetakchiligida mana hozir sizlar ko'rgan oldi bilan tor chimloq to'rasi ko'rinmalarga va shundaqlam shu maktab hayotidagi universal san'atga baliq tomoshablarga men ham shu itotimning nayt yarab javoblarini olqishlarini uzdirmay yog'dirbagiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shundaqla shu kasbishimga shundaqla itotimizning yetakchisi Avvabekirga chin qalbimdan rahmat aytaman. Shundaqla shu kechilikni uyushtirgan barliq akademimizga shundaqla bizni shunday sahnaga kelib chiqish uchun biz uchun kuch chiqarayotgan shunday san'at sohasiga shunday historiklarning shunday bir sahna kamligini bilib o'zining az bo'lmasin kuchini chiqarib bizga shunday bir sharoitni yaratib bergan chin qalbimdan rahmat aytaman. Sizlarga rahmat. Biz uchun bular to'g'ri gapdan sizlarning bundan keyin texnik yaxshi itotlarni yozib, qiziqarli itotlarni bu qatorliq kichik o'xshash kichiklarga olib chiqishinglarni tilakdashimiz rahmat. Eng oxirida Chimbuloqning aziz ishtirokchilariga eng oliy salomimizni yo'llaymiz. Omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xayr-xo'y. Bugünkidek maktab hayoti uchun shunday bir kechilikni vujudga chiqarish albatta bo'lmaydi. Mush kechilikning boshdan oxiriga san'at yetakchiligini o'zingiz yapsiz. Hamda nurg'un itotlarga o'zingiz yetakchilik qilibsiz. Yo'q, aytgandim. Lekin bu kechilikning mana shunday muvaffaqiyatli chiqqani sizlar arzu qilsiz chiqardik. to'g'ri. Ko'nglimdagidek gapni bugun shu bolalarningki yaxshi natijalarini ko'rib, kechilikning shunday muvaffaqiyatga chiqqanligini ko'rib, haqiqatan alqon chiqdi. Ona basmış kechilikka başdan oxiri san'at yetakchilik qilibsiz, itotlarga yetakchilik qilibsiz. Shu orqali mush kechilik mana shunday bir muvaffaqiyatga olib chiqadi. Unda biz muvaffaqiyatga olib chiqadi deganlikdan bu shaxsga o'zingiz qilganlaringizni, hujjatlarni sizdan bir ko'rsatasiz. Maktab hayotini mana bugun ikkinchi sonini muvaffaqiyatli tugatib oldik. Bu jarayonda biz orqa safga 3 oy burundan boshlagan shu jarayonda uzluksiz tirishib, kamiyalarini to'liqlab, ojizligimizni to'liqlab, tirishib bugun keldik. Hatto tunugunmi biz sahnalarni, chiroqlarni to'g'irlash uchun shu qat'iy bu ishga qaytdik. Atdiganda toza bo'lib, vallahi uchun chidab gap so'zlab yaxshi natijaga erishdik deb o'ylayman. Itotlar desa shu birinchi san'at chiqmasang kasbim shu. Ularni o'zining ishga kuchini chiqarib, ularni yaxshi natijaga erishdik. Rahmat. Ona bo'lsa oxirida mushtimlar ekranlarga baribir ko'rmandoslari o'zingizdan salom berasiz. Chimbuloq kanalidagi barliq ko'rmandosllar sizlarga salom yo'llayman. Davomli turda bizning maktab hayoti kechiligimizga ko'ngil bilib, qo'llab-quvvatlashingizni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Keramka, Zulfiqarka, Assalomu alaykum.
Bugün şu mektep hayatının işki insanına ait muvaffakiyetli çıktığı kızını tebrikleymen. Bir insan buna ait bir dağılıqlı qalı uzatqan edib bugün işki insanına ait əhliyetlik, düşkün keyfiyat axırlaşdı onda olsa Uşa coşqulğun görüp piçanlarının hardıqını bizə çıxıb qalığı deymək. Doğru. Suqaratınızın tası çıxdı qadı. Benim taza. Ben şaşap kettim, yaşlarım başqur bulanmaydı. Adıqımız çıxdı, rast çıxdı. Çıxdı. Çişiyorlar, ağıtlı. Onda olsa biz keçilikdeki aldın hesabını olsa otursun ki yenilik ve yakınlıklarını onda sözlerine yapmışsınız keremka. Assalamu alaykum cumhuriyet barliq qardoshlar yaxshimisizlar? Sulqar Sherzod vakolati menlam sizlar qilgan bo'ldim. Bu yoq bo'lsa maktab hayoti universal san'at kechirigining bosh rejissyori ham mana tanishdik. Artistimiz Sulqar Kurash bu yoq bizning sahnalarga nag'inimiz Sherzod. Buningdagi yaqinliklarga kelsak, bizmo ishqilib hozir biz nima deyishini uqmayapman, lekin tak payz bo'ldi. Bizmo ajib payt yipilgandan keyin aboyim dedim. Shundoq qilib sakrishib ketdi hozir bo'shi yosh cho'g'ib qolganda biz bu sakray bunchalik cho'ng emas, biz qanday kichikman. Shuning bilan buningda hozir buningda biz nomer tanlashda bu qitim to'g'ri yo'llaganda bizga 400 nechta naqsh kelibdi. 400 nechta. Demak biz 15 ni tanlaymiz. Chunki uzoqqani besh qatdi. Buningda qanday qilishimiz kerak? Endi ko'ngli keladi cho'qim chiqolmay qolsa, endi buningda cho'qim san'atning maydonida turib tanlaylik deb so'zlar deganimiz ma'qul deb shu nomerlarni cho'qim yaxshi chiqqan, sifatli chiqqan nomerlarni buni fikrimiz tanlanmaganlarning sifatsiz emas. Buni biz musiqa ko'plashtirish va o'rinlashlarda chatoq chiqib qolganlar bor. Lekin kelaksanda ularni yana biz qarshi olamiz davom. Har qanday biz bu qitim ham tomoshabinlar dedi. Biz o'zimiz xo'sh bo'lib, biz chiroq ijaraga akib qo'ydikda. Buningda biz sahna go'zallashtirish, chiroq qatorli temperaturlarimizni va kuchlidir bunlar yaxshi bo'ldi. Yana bir planimizga kelibmiz. Bu o'quvchilardek bir cho'ng kollektivga jamiyat va ota-onalarga ko'ngil bo'lish bor, yo'q emas, lekin 10 yil o'tib bo'lgandan keyin qiz yetarli bo'lmay qolib o'smirlik yoki to'liq bo'lmay qolgan. Chunki biz bo'shliqni to'ldiraylik deb kuchimiz va birinchi sonda qilishni bir maslahatchi san o'quvchi bolalarni cho'qliq chiqsa bo'lsanlarga mushlarga sen hozirlab turaylik deb buni shundoq qilishlar erishdik. Yaxshi bo'ldi. Oxirida rejissyor Sulqar Kurash va Sherzod vakolatan chimliq to'g'ridagi barliq ishchi xizmatchilarga ko'pdan ko'p rahmatimizni aytamiz. To'rdoshlar, sizlarga rahmat. Bizni davom rahmat. Rahmat do'stlar. Boshlang. Programmamızın axırda cəmiyyətimizə fürsət tutub durğan kən yaşlarının məktəb hayatı, universal sənət keçirliyindən kilək qədimizlərini qatnışını qızğın qarşı alırıq. Programmamızın təfsilatını bilməkçi olsanız, Çimlaq Tor'dan görüyorlar. Kilək sanını görüşkəcə altın tinanlar aman olsun, xeyir xoş.